Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, naq maydondagi aziz mehmonlar, ko'rayotganlar, Urumchi televiziya stantsiyasi bilan Shinjong va Suyot madaniyat taraqqiy cheklik sherikati birlikda o'tkazgan Qizilkala vitaminli quvvat ichimligi alohida tayyorlashgan yangi nava programmasi. Men yangi nava programmasidagi riyosatchi do'stlar Isoq Sulayman hamanglarga mendan muhabbat salom. Eng oxirgi bekatning oxirat ekanligini hammamiz bilamiz. Ammo eng oxirgi qo'shilishning qachon ekanligini hech qaysimiz bilmaymiz. Shunga atrofimizdagi har bir kishining izzat hurmatini qilaylik, bir-birimizning hurmatini qilishib, xushal yashaylik. Chunki bugun siz u kishining ko'nglini og'ritib qo'yib, ata ko'nglini ilib olmangu deb o'ylagan bo'lsangiz xatolaysiz. Chunki tog' keyniga patgan quyosh at parlab chiqqani bilan qabriga patgan bosh qaytib ko'tarilmaydi. Shunga o'zaro bir-birimizning hurmatini qilib, ma'nilik, xushal yashaylik. Xo'sh, hurmatli aziz mehmonlarimiz, oldi bilan biz programmamizni boshlashdan avval programmamizga alayda qadam tashrif qilgan ba'alg'ichi ustozlarni bir tunishtirib o'tsak, atoqli nafsiy kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abduzraim Erkal afandim, qarshi olamiz. Dilshod Roydin afandim, qarshi olamiz. Magistr Hamragul Abduqodir muallim, qarshi olamiz. Bizning naqshimiz Rahmat. Nova programmasiga qatnashib, men uchratgan mayirlar ichidagi o'zimiz qilgan eng kichik mayir siz bo'lsangiz bo'lishi mumkin deb o'yladim. Oldi bilan bir qizg'in salomingizni yetkazib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Ba'alg'ichi ustozlar va ikramdagi va naqmadan to'plagan aziz qarindoshlar, Atish diyoridan kelgan Olimjon Abdushukurdan salom va oliy ehtirom. Atish diyorimizda nima ishlar bilan shug'ullanib keldingiz? Men Atish diyorida shu to'liqsiz o'tirmakdan tutgandan keyin zagarlik o'zini Qashqarda 6 yil zagarlik qildim. Zagarlik qilib oltin sotdingiz. Oltin sotdim, oltinni top elan satamni ishlarini qilib. Xo'p. Lekin shu ishdan keyin kechaga chiqib akam bilan birga shu tijoratni qildim. Endi bir karxona quradigan bir arzuyim bor. Shunga bir Atishda bir karxona quryapman. Demek siz hozir mush ishingizni Atishdagi tijoratchilarimiz qilgan tijoratlarning eng cho'niki, eng qotillarini qilib bo'lsiz da, o jarayonlarni boshdan kechirib bo'lsiz hozir. Shu zagarlikni ishtirib, bek yaxshi edi.
Belgelik konstrabek yaxshitdi. Shu bir kelishmaslik voqea hasratini tashitib keyingi chek tijoratiga o'tkazib ketgan. Ha, zagarlikda mundaq aytganda ziyon tortibsiz deyli. Shuning bilan kiyim-kechakka o'tgandan keyin kiyim-kechakning shu qo'ldan o'tmaydigan bir ishlari bilan korxona qurmoqchi bo'ldinglarmi yo? Kiyim-kechakni asosi pul topib kiyim-kechakdan. Pul topib endi shu zavod qurish uchun pul topib pulni endi shu zavod qurish ishlatmasak bo'lmaydi deb shu zavodni qurib atishdi. Vah. Muborak bo'lsin. Demak, mana 25 yoshga kirib, hozir bir korxona qurdi ekan. Endi bu naqshiga kelgan vaqtida sizlar naqshini o'zinglar yaxshi ko'rib, aytib yoki bu yerda bir kasbiy tarbiya ko'rgan vaqtinglar bormi? Men san'atni bek yaxshi ko'raman. Men 5 yoshligimdan tortib muzika chalishni o'rganganim, nima elektronlik realni. Ondan shu to'liqsizdan 9 degan oyog'i endi shu o'rganish jarayonida ravobni, duttani qo'shimcha qilib o'rgangan. Ondan keyin bir ijodiyatlar shug'ullanaman. O'zimning ijodiyatlarim bor. Men 6 pardani o'zim yozgan, ahangini o'zim qilgan, shunga shu nava program olib keldim. Mana Dilshodga hozir otishki maylarimiz qatnashib 6 padiga chiqibdi. Xo'sh, hamda bizningki bog'lig'ichi ustozlarimiz Olimjon qanday baho bergan birlikda anglab boqayli. Xush kelibsiz navosatimizga. 6 pada va bu 3 padadan boshlangan bu atishmoqchi. Hozir 6 ga kelibdi. Yaxshi. Boshlang'ich deb bitirdim bu. 3 padadan keyin 4 pada chiqdi, 5 pada chiqdi, 6 pada. Ma taqsiqqa shunda payda bir xil. Buni ahang birlik qo'llatgan. Ahang melodiyasi shu. To'tkum teksi bilan aytdi yaxshi ekan buning. Ovozingiz shundoq yaxshi ekan. Yo'q. Biroq sevimlarni shundoq yaxshi ola oladigansiz. 25 yosh kirdim dedim, bundoq qarab sizda 15 yoshni selitdim. G'ayratingiz barakalloh. Mana shuncha cho'q ishlarni qilib korxona qurman deb siz 25 yosh vaqtingizda. Ama şartlaroluk yana bu sanatga yana vaqtingizni ajratib, bu navolarga kelib qatnashib, mutlaq yaxshi chiroyli narsa ijod qilib, kelganingiz g'ayratingiz barakalloh. Ovozingiz bakashgan. Sizga qutlayman. Rahmat. Olimjon Abdushkur. Alaykum assalom. Ovozingiz doirasi tarroq, lekin xilali yo'ruq, kichik bir ovoz ekan. Naqshinimi 6 pada nomli bu naqshinimi o'zingizga mos harakatlaringiz bilan jonliq o'rinlab berdingiz. Siz mundaq chiqib ipqatna bir naqsh havasdori. Shunga yechingizni tex kichik davomli tirishing omad tilayman. Rahmat. Bizning birinchi nomerlik mayrimizmi o'zining nomerini ko'rsatib o'tdi. Hamda qizg'in olqishlarimiz bilan ikkinchi nomerlik mayrimizni sahnamizga taklif qilamiz. Barabar. Güzellikka shuncha bayxanim, qaltirab qo'ying vayxanim. Güzellikka shuncha bayxanim, qaltirab qo'ying vayxanim. Ayliqdan qan yarini yomon demsiz ayxanim. Ayliqdan qan yarini yomon demsiz ayxanim. Şermensiz degan gapga bir gapim botding achatga. Şermensiz degan gapga bir gapim botding achatga. Başa bizni ijrom muqaddatga qochib yurmang gapsiz ayxanim. Başa bizni ijrom muqaddatga qochib yurmang gapsiz ayxanim.
unda bo'lsa, sizni nereden soraymiz? Assalomu alaykum televizor oldidagi aziz ko'rmanlar va Nahmaydan oldidagi aziz ko'rmanlar va baholovchi ustozlar. Qashqar yardan kelgan Qashqar o'g'li Mehmet Ali Mehmet'imizin o'tliq salom, oliy ehtirom. Unda bo'lsa Mehmetali hozir sizlar nima ish bilan shug'ullanyapsizlar? Men o'zim navoiylik oshpazlikni kelgan navoiylik bilan shug'ullanyapman. Navoiylik. Endi bu naqsh kasbi balkim sizlarniki ishdan sirtqi. Avizsanglar, shundaqmi? Qancha yoshga kirdilar o'zlari? Men o'zim 18 yoshga. 18 yosh mana. 18 yoshlik mayirimiz. Buguncha qanday tayyorliklar bilan puxtimi tayyorliklar ya? Bugun tayyorlik asosan puxta. 3 oy o'tgan men tayyorlik qilyapman. 3 oy noyaqmidinglarmi? 3 oy zari namni yoqmadim zari. O'zimning ishim qaylashmadim zari, shu. Ha. Navolillar bo'lib keldim. Mana 3 oy noyaqmabdi. Demek endi sizlarga nisbatan ozroq iqtisodiy ziyon bo'libdi, ha. Ammo shu navo sahnamizda bir yaxshi bo'lgan natija qozonib olsam, shu bilan g'alban demoqchi. Chunki men bu kasb bilan shug'ullanmagandan keyin shu baldaroq tayyorlik qilmasam bo'lmaydi. Bo'ldi. Unda bo'lsa 3 oy tayyorlik qilgan bizniki 2-nomerlik mayirimizga bizning bog'lovchilarimiz qanday baho bergan? Anglab boqaylik. Salam Muhammed Ali Alaykum. Xush kelibsiz. Ovozingiz anlanıp durdu peki endila muşu nakşı yetişki köngen ammabab uslubga tava bir ovozgan. Bugünkü bu nakşini kimning ijodiyatidir shuni so'rag'im keldi. Bu Yoqubjonning ijodiyati, teksini renjadi qo'ymish ekan. Kim aytgan andaslarda? G'ulomjon Yoqub akamiz aytgan. Nakşini mi o'rningizda to'xtamay mangan hisobga olmaganda? Sho'xa qo'ygandan o'zini Shu o'ynagan bu, ha? Yaxshi o'rinladingiz, Xeyli muvaffaqiyatli, başdan axir mükemmel o'rinladingiz. Siz mi ko'rinib turdi bayqi mayirimizga o'xshasizlar? Naqsh havaskor ekansiz. Sizga mi kerak yo'q? Davomli tirishing, omad tilayman. Rahmat. Bizning 2-nomerlik mayirimizmi o'zining nomerini ko'rsatib o'tdi hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 3-nomerlik mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Hecreden nalan körermem, körermem canı zarını. Mal yarep nesip etse, ne bol ay gün Habib şıkım kimel anda Andak ruhi Vamko ferhan Kelip pervan yenglim uyrular Uyrulur şemhi mazarımni Ben seni küp canım Hangen altına buldum Hangen altına buldum Ot yaktım yüreğimde Aşk bir karar buldum Aşk bir karar
Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Xush kelibsiz. Xush geldim. Tanış olaylar siz bilan. Salomingizdan bir yo'llab o'tgan bo'lsangiz. Assalam aziz ko'rganlar. Assalam baholovchi ustozlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi bizni qo'llab-quvvatlayotgan aziz ko'rganlar. 3-numorliq Mahir Oyjamoldan sizlarga o'ttiq salom, oliy ehtirom. Rahmat Oyjamol. Oyjamol sizni nereden so'raymiz? Men o'zim Ko'rildan keldim. Ko'rildan. Qaysi xizmat bilan shug'ullanyapsiz? Hozir o'qituvchilik xizmati bilan shug'ullanaman. Muborak Muzika bo'lsin. o'qituvchisi. Demak mana hozirgi mushu sizniki numaringizdan bilinib turdi. Hammamizga nihoyatda yaxshi bo'lgan kayfiyat ato qildingiz. Rahmat. Demak endi mushu muzik jihatda tarbiyalandingiz deylik siz. Men o'zim muzik san'at institutini bitirgan. Muzika ma'rifi kasbini bitirgan. Shu hozir Ko'rli shaharlik 1-o'rta maktabda muzika o'qituvchilik xizmati bilan shug'ullanyapman. Undaq bo'lsa mushu Ko'rildimi sizning qo'lga keltirgan natijalaringiz bor? Albatta Ko'rildimi bir necha qatimliq musobaqalarga qatnashdim. Dongshan Lonqusni cho'ngroq musobaqalardan shu Dongshan Lonqusni talashish musobaqasi 3 qatimliq tanlash etdi. 80 Mahirdan 40 ni, onun keyindan 20 ni, onun eng oxirida 10 dan shundaq 3 bosqich bo'yicha tanlanib, eng oxirida 2-darajalik mukofotga erishgan. Demak 10 Mahirning ichida 2-chi bo'ldingiz. Mana bugun Navoiy sahnimizda 5 Mahir bilan qatnashib o'tiribsiz. Undaq bo'lsa, qanday natijalar sizga yor bo'ldi? Oldi bilan biz bog'liq ustozlarimizdan qimmatli bahosini anglab boqaylik. Assalomu Oyjamol. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Navoiy sahnimizga. Rahmat. Siz birinchi qatim kelishingiz deymi? Men birinchi qatim kelishim. O'zingiz san'at institutining muzik ma'rif kasbida o'qiysiz. Hozir yana shu muzika ma'rif kasb bilan shug'ullanibsiz endi. Chabiyat muqomini muqaddimasidan Ariya, ana lekin julasini o'rildingiz. Nayt yaxshi o'rildingizda. Rahmat, rahmat. Endi nemish kelganda nurg'un naqshlar ilg'imandaqchi biraz doğraydı. Köperek vaqtida. Onu doğrab yiqib, bunu doğrab yiqib, yomon test o'z oldiga yo'l topdi, xos. O'z oldiga tapamig'ini shu onu doğrab, bunu doğrab ketib qoladi. Sizning alaydiliginiz o'z oldingizga bir uslub bakın açtırgan. Rahmat. Ovozingizda intabi ilmiylik var. İlmiylik var. Nefesleriniz şundaq ravan. Siz nakşı ilmiden bir ilim apsiz. Bulmasa bunda çıkmaydı. Bu doğru izlengen okşaysınız. Mukamlı mı? Bana bizning tüfük maqsadimiz keyinkimiş mukamlarını mı? Belki yapılaq avaz bilen. Yamanıqı şunday uslub bilan etmay. Bunu azroq bir yorug'roq ovoz bilan Muştaq bir ilmiylik ovoz bilan muştaq o'rinlashga da'vat qilyapmiz hamda. Muştaq bu menga hozir bizning nurg'un naqshlarimiz kasbiy maktablar ashlar. Siz ham shu bir ishdan sidqi bir san'at xizmatchisi ku. Mush navaqibsiz muqamni mushnat ilmiy ovoz bilan yaman yenik evcilerimiz shunchalik yenik chiqdi ovozingiz. Sen qilyaptınız bu intan yaxshikan. Sahnega o'zingizdan taqdir qilib hamimiz kelib naqshni shunaqa yaxshi o'rildingiz. Rahmat sizga, rahmat sizga. 3-numorliq Mahir yuqorida bağlıqçılar aytgandek haqiqatan muqamni yaxshi ijro qildingiz. Ovozingizning doirasi kam. Shundaqla ovozingizning yuqori tuyan qismi nihoyat takshi. Tusimi yaqinlik. Ani so'zlarni elishingizmi so'zni ahanglarlikqa jumlab tek şekilde çıkardınız mı sözleri? Yani nihayeti roşan inak ifade kıldınız. Yani hakikaten nakşını terbiye kögen seviyede yaxşı icra kıldınız. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat Oyjamol mana bog'liqchi ustozlarning yaxshi bahosiga erishdingiz. Sizga zo'r muvaffaqiyat tilaymiz. Armab tursingiz. Bizning 3-numorliq Mahirimizni o'zining numerini ko'rsatib o'tdi. Hamda 4-numorliq Mahirimizni qizg'in olqishlarimiz bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat.
olsan şahka yetmez. Yarsiz benim ömrüm ötmez. Yar kadrini nadan bilmez. Bir namertke düşme güce. Ür yaşlar hergiz ölmez. Barikallah adamı rahmet. Ürlü yaşlar yine ürle. Ürlü yaşlar hergiz ölmez. Kul kadrini kul bilmez. Şahti şaha konma uca. Yurt kadrini şahlar bilmez. Yurttan yurtqa köçme güce. Ür yaşlar hergiz ölmez. Barikallah adamı rahmet. Ür yaşlar yine ürle. Ür yaşlar hergiz ölmez. Seher turup saçı kara. Ay yüzüge romal uğrar. Düşmen yüzü bulsu kara. Dane dane kallarım din. Ür yaşlar hergiz ölmez. Barikallah adamı rahmet. Ürlü yaşlar yine ürle. Ürlü yaşlar hergiz ölmez. Nava sahnemizge hoş kelibsiz. Qizg'in saloming'izni qarindoshlarimizga bir yetkazib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli bog'lovchi ustozlar, ko'rurman, tomoshabinlar, shundaqla ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Men Olimjondan sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Olimjon yurt qaya? Men Yakanda keldingizmi? Shuning bilan o'zingiz Yakanda qaysi xizmat bilan shug'ullanasiz? Men hozir madaniyat idorasida ishlayman. Madaniyat idorasida. Madaniyat idorasida asosan nim xizmat bilan? Yuzida ishlayman, punkt boshlig'i. Odatda Boshliq deyli? Voy boshliq yaxshisiz. Boshliq. Odatda xalq san'atkorlari, yuzlardagi xalq san'atkorlari bilan birga o'yin qo'yib degandek shunday xizmatlar. Demak, xalq san'atkorlari bilan shu xalq san'atkorlarimizdan boshlab yeza, nahiyalarda xalqning orzuq cho'kadigan, shular bir ma'naviy zuq beg'ishlaydigan, yaxshi bir kollektivni tashkillagan, yaxshi bir boshliq deyli. O'zingizning endi shu xizmat qilish jarayonida san'at bilan ozroq munosabatingiz bo'g'ashqa hozirgidek mush naqshlarni o'rlayapsiz desam to'g'ri bo'lamdi yoki mush naqsh kasbida sizni tarbiya ko'rganmi? Aqlim kelsam 4 yosh vaqtdan tortib shu marhum gitar ustozi Ahmedjonning naqshlarini anglab, shu gitarlarga qiziqib, chilish o'rganib degandek
Küçüküm tabi kızıktım. Ondan başka bugün anam dadam kilenmedi. Anam dadamınki kuvvetleşiyle şuların terbiyesiyle nakşı müzikada seviye itildi sen buldu. Demek şu sizniki dadınız, abbanız mı şu kesbi sade terbiyeledi mi yoki Terbiyelemedi lekin küçükümden tatip kollaydı. qo'llab berdi, lekin siz kesbi jihatda tarbiyalanmadingiz. Yo'q. O'qigan kasbim Qashqar pedagogika universitetining muzikada o'qidim. Shu yer bir eshikning oldida uydagilar, ini singlarim, anam, dadam shular qo'llab bugungi musiqaning chiqishimga turib ko'rdi. Barakallah. Undaqda bizniki balg'ichi ustozlarimiz qanday baho berdi ekan, anglab boqaylik. 4-numurluq Mahir yuqorida O'rlar yoshlar nomli naqshini yaxshi ijro qildingiz. Ovozingizning endi yuqori qismi yo'roq, tuvan qismi sal tutuqroq ekan. Mush taraflarni hal qilish uchun mush ilmiy asosda naqshi aytishni o'rgansangiz, texmi yaxshi bir naqshchi bo'la olasiz. Mush taraf kirsin. Bo'ldi, rahmat. Avazınız öz aldığı bir xaslығы var. Erler yukarı avaz türüge teve, tüsü tutuğrak, lekin xeyli pişkan, muqimlaşkan bir avazken. Örler yaşlar namlıq bu naqşınımı seknede merdane, canlı qorulladınız. Emdi sizge tavsiyerim, seknede teximi erkinrek bolun. Ahmet eleymen. Bizden 4. numurluq mayrimizmi özünün numurunu köstüp etdi. Hem de en ahırdaki 5. numurluq mayrimizni kızgın alkışlarımız bilen sahnenizi teklif kılınız. Merhamet.
Assalomu alaykum. 5-numurluq Mayirimiz. Nayse Jushqun bo'lgan naqshini aytish orqali naq maydondagi azizlarimizni yaxshi bo'lgan kayfiyatga erishtirdingiz. Ko'p rahmat. Siz bilan qizg'in tunishvog'imiz bor shu topda. Qani o'zingizni bir tunishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Naq maydonda o'tirib ko'rayotgan aziz qarindoshlar, tuqqanlarim, sizlarga 5-numurluq Mayir Bag'ang yerdan kelgan Qurbon Sabaratdan o'tliq salom. Qurbon Sabarat. Qurbon Sabarat bizga notanish emas. Qurbon Sabarat siz bizniki yangi programmamiz dastlabda yo'lga qo'yilgan vaqtlardagi yangi kuy, yana nova degan kuylarni aytgan Qurbon Sabarat. Shunday. Yana Pirchangidagi Baxtiyor. To'g'ri. Shularning gruppasidagi Qurbon Sabarat. Ha, shu. Shu bir tunishsima deyman, lekin bu orliqda Qurbon Sabarat nova programmamiz mana 2 yoshga kirib qoldi. Orliqda bak uzun yo'qolib ketdingiz. Chatkichib ketmagansiz. Yo'q, men shu salomatligim yaxshi bo'lmaslik tufaylidan 2 yil uydan qo'pmay yetib qoldim. Tuqqanlarimdan, ota-onalarimdan ko'yinishi bilan hozir salomatligim asliga kelib, mush nova programmasi sahnaga chiqmolmaydi. O'zim bo'pti, uni ustiga onamning bak orzusi bo'pti. So'ng bir chiqib qatnashib boqay deb. So'ng chiqishim. Demak, hozir o'zingizning salomatlik ahvolingiz hozir asosiyatdan tuqqanlarimdan ko'yinishi bilan asosiyatdan asli keldi. Teningizning salomat bo'lishini, bundan keyin ishlaringizningki o'ngishli bo'lishini tilaymiz. Bunda bizning bog'liqchi ustozlarimiz Qurbon Nisa qanday baho bergan anglab boqaylik. Assalomu alaykum Qurbon Nisa. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Xush kelibsiz Navosaynimizga. Rahmat. Ovozingiz Navosaynimizda yangrab turdi. Tan salomatligingiz yaxshi bo'lmaganligi sababdan 2 yil chiqmabsiz, shundaqmi? Ha. Ovozingiz bak yaxshi ekan. Ma Gulbeg'ing degan bu naqsha bizning Sehrlik alma degan film Qozog'iston Uyg'ur teatrida Murat Ahmediy boshlig'ida ishlangan kino bu Sehrlik alma. Buni naqshlar ajoyib chiroyli, nurg'un naqshlar bizga bak tonish. 30 yilni jiq etdik. Ashlarning muzik chelishlaridan tortib naqsh etish uslublarimi bizga bir zo'r bir ulgu bo'ldi. Texmi yangi bir naqsh etish uslublarga ig bo'lgan shu vaqtlarda. Mush naqshni xilma-xil yamanchiq qizlar aytgan. Yoqtirib hozirga esa adamni siz bu naqshni ajoyib chiroyli aytdingiz zaten. Rahmat. Ovozingiz shunday tushiribsiz. Sendek harakatlaringiz qilchi bir qornish yo'q. Usullar shunaqa muzikasini, shu tankash muzikasini yaxshi ishlatibsizlar. Bir xil yangicha bir uslublarni qaytdi, satalanchi bir qumliqlarni mangan ashtaq eslatlar ekan. Buni aytib muvaffaqiyatli o'rildingiz mana naqshni. Rahmat. Siz uxlar bo'lsin. Salom Qurbon Sabarat. Yaxshimisiz? Siz ovozingiz ommabop uslubga tava, azroq o'tir ovoz tusimi bor. Bir aralashma ovoz ekan. Sehrlik alma nomli filmdan ariyani epkapsiz. Naqshinimi shoq usul harakatlaringiz, maslashgan chiroy mimikalaringiz bilan nihoyatmi jonliq o'rinladingiz. Ko'rinib turdi, sizning yurakingizda naqshig bo'lgan bir o't bor. Tas qaldima sahnani ko'ydirib tashlagan. Rahmat. Sizga omad tilayman. Rahmat ustoz. Bizning birinchi bosqichimizning g'albalik oxirlash oldi turibdi. Qolgan mohirlarimizni qizg'in olqishlarimiz bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Mana bizniki birinchi bosqichimizmi g'albalik tamomlanish oldi turibdi. Undaqda naq maydondagi aziz mehmonlar, siz faraz qilib ko'ring. Sizcha bu haftalik yulduz qaysi mayirimiz bo'ladi? 5-numurluq Mayir bu haftalik yulduz bo'ldi. Menimcha 3-numurluq Mayir bu haftalik yulduz bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha 2-numurluq Mayir bu haftalik yulduz bo'ldi. Menimcha 4-numurluq Mayir bu haftalik yulduz bo'lamdikin deb qarayman. Menimcha 1-numurluq Mayir bu haftalik cho'lpon bo'lamdikin deb o'ylayman. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Ya'ni yo'lliq xalqaro sozchilik shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi ko'ngilak. Andiki fursat, yanala naq maydondagi aziz mehmonlarimiz sizlarning qo'linglarda. O'zinglar yaxshi ko'rgan mayirimizniki, talantiga qoyil bo'lgan mayirimizniki rad nomerini yuqori ovozda to'g'ilg'ash, bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. 5 4 7 Netijalarni ko'rsanglar bo'ldi.
ikkinchi bosqichga g'alabalik o'tgan mayirlarimiz muborak bo'lsin. Tayyorlik qilishtirsanlar. Mana tele. Biz o'zimizning cho'qim yaxshi bo'lgan psixik holatimizni saqlashimiz kerak, a? Bu bek sizga kelgan bek cho'ng bir zarba emas, yoki bo'lmasa cho'ng bir mag'lubiyat emas. Ben şu meni baqib cho'ng qilgan ota-onamning o'rnida, mullarim, tog'larimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shaychi meni qo'llab, quvvatlab. Shu menga men o'z o'g'li bo'lmasam, onalik mehnat berayotgan mening ustozimning ayoli Xotima Achimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizlarga bergan bizning katta so'g'itimiz bor, u bo'lsa-mu Xinjiang Shahla xalqaro savdo chekish shirkati ta'minlagan bir yurish teri asrash maylarini sizga bersak, baytin siz rahmatini aytgan shu xonimlar o'z qo'lingiz bilan yetkazib bergan bo'lamdi? Bo'ladi undaqmasa. Hamda biz ikkinchi bosqichga o'tgan bo'lsak, programmamizning ikkinchi bosqichi qarindoshlar. Açığa bağınca çıkmenin de sayatım, çıkmenin de sayatım. Kayıpta üzüm yatıp sen yarın yatıp, ağzı yarın yatıp. Ay güzellik yarım sen, gün güzellik yarım sen, gün güzellik yarım sen. Şimdi gidip bakın, sağ selamet var mı sen, sağ selamet var mı sen? Olmazsan sayraydı yarım oynagan bağda, ay yarım oynagan bağda. Sürekli otla küyerdi seni yat eyligen çağda, seni yat eyligen çağda. Muskadan demey, açta ülsün dedim mu, açta ülsün dedim mu? Destiye dep koşup, dette ülsün dedim mu, dette ülsün dedim mu? Ol yarım sen, yarım sen, Allah boynunda kumar esen, Allah akşini kikelede, Allah yandırmaz çırak esen, Allah bağımda, bağımda, Allah bağımda anar eman. Allah şu badem işleydi, Allah benim engel yarım var. Allah kızarıp ten, bunga sığmaz men, bunga sığmaz men. Allah eğer görsem, ay cemalın ne kalacak, vay da ne sıcak, oynayıp alacak. Allah senin işbirinde büyür olacak. Köyden geçmiyor sen, geç olan kızı gülden, geç olan kızı gülden. Yarın yarın oynayıp alacak, sıvası koşulgan dek kalacak. Vay da ne sıcak, oynayıp alacak. Allah senin işbirinde büyür olacak. Allah senin işbirinde büyür olacak. Allah senin
büyüdü bu can. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. Nimdaqmı o'xshagan bo'ylar, chiroylar bu. Cho'qim sizlarniki oilaning bir a'zosi desam xatolashamdi. Meniki yelek beşim kan karindişim bizden akam Ezimcan adlı şükür buldu. Ezimcan. Ezimcan. Izimcan. Qarshi olmaysiz Izimcan. Rahmat, rahmat. Salominglarni bir yetkazib bersanlar. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi ko'ruvchilar, hamda ustozlar, bag'adovchi ustozlar, hamda tomoshabinlar, artistdan kelgan Olimjonning aksi bo'laman. Artistdan kelgan Ezimjondan oliy ehtirom. Ezimjon, bugungi eningizniki ifodasi qandayroq bo'ldi? Eningizga bir o'zingiz bog'lovchi bo'lish sifatingiz bilan bir baho berib o'ting, men shu huquqni berdim sizga. Enim Olimjon, hamda Allah, shu muzika, hamda shu naqsha kesib bilan shunaqa ishtiyoqi bor. Hamda ko'nglimda yaxshi bo'ldi deb qarayman. Hamda qolganini ham shu tomoshabinlarningki bahsini olsam deb o'ylayman. Xo'sh, bunda bo'lsa bizning bog'lovchi ustozlarimizning bahosini anglab boqaylik. Qarindoshlar bosqichimizgami? O'z qarindoshingiz bilan atish pardasini ep kepsiz. Bu ahangmi hammamizga noyatmi tanishliq. Naqshinimi naq maydonda har holda mukammal o'rinladinglar. Bo'libmi akangiz bilan ovoz tisinglar, tekstdagi so'zlarning elinish jihatda noyatmi birdek yaxshi bo'ldi. Muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Bizning birinchi nomerlik mayirimiz o'zining qarindoshi bilan nomerini ko'rsatib o'tdi hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 3-nomerlik mayirimizni qarindoshi bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Qarindoshlar bosqichidagi mush nomeringlar orqali o'zaro bir-biringlarniki hamkorliginglar o'ltirgan aziz mehmonlarimizni qoyil qildi deb o'yladim. Bunday bo'lsa qarindoshimiz bilan bir tanishgan bo'lsak. Bu meniki shu Navro'z solim bo'ldi, ismi Dilara. O'zi shu Shanxay balet maktabini bitirgan. Şu bir yer var-da. Bunday bo'lsa naq maydonda sizniki qarindoshingiz deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Anglab boqaylik. Chiqilib, menimi chiqib yo'qam Navro'cham. Kichik vaqtida chiqilib. Shuncha mehr-muhabbat bilan cho'nqam men shuncha kichik vaqtimda endi shu achamni mush musobaqada
yaxshi natijaga erishishdan umid qilaman. Ha, demak endi kichik vaqtimizda ochimiz sizni kuyini ha Kichik vaqtlarda opsi keladi uygacha o'zim to'laroq qiyinim qo'yib qo'yapti biqib. Çok qildim. Ham bugun men bu sahnada buni natijasini ko'ray deyman deb keldim degansiz. Barakalloh. Rahmat. Unda bo'lsa bizning bog'liqchi ustozlarimizning bahosini anglab boqaylik. 3-numurluq Mayır yuqorida Simsim Yağmur namlıq naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Bu naqshini İzzet İlyas aytgan, Mustafalarda bor. Sizninkimi mush naqshini aytishdagi aloyiligingiz nihoyatda ro'shan farqlanib turibdi. Ovozdagi muzikalik o'yintishlaringiz, masalan, muzikalik nafas ilishlarligi, shu naqshiga mos kelgan. Shuni ifodalash, ani qisqa-qisqalik do'lqinlatish bu naqshining talabiga, mush naqshiningki lirikalik aloyiligini nihoyatda kuchaytgan. Mush taraflarni nihoyatda ro'shan ifoda qildingiz. Naqsh aytishni bilgansiz. Bu naqsh aytishni bilishmi alayda bir mahoratda ishlarınız qutlug' bo'lsin. Aldığımızdan programımızga qısqa uçur yollaş orqali mukofotga erishgan talaylik abonentimizni bir tanlab olgan bo'lsak, cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Muborak bo'lsin. Yan telefon nomeri 158 09 Yangnava 48 78 bo'lgan talaylik abonentimiz. Siz bu san programımızdan talaylik abonenti bo'ldingiz. Sizni Altay Qanas Sütçilik şirketi ta'minlagan Qanas markasidagi yurishlik atgan choylar bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Hamda biz yana bir talaylik abonentimiz tanlab olgan bo'lsak, cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Muborak bo'lsin. Yan telefon nomeri 151 99 Yangnava 22 36 bo'lgan abonentimiz. Siz bizning bu san programımızdan talaylik abonenti bo'ldingiz. Sizni o'xshashlar Altay Qanas Sütçilik şirketi ta'minlagan Qanas markasidagi yurishlik atgan choylar bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Bizim 3. numurluq mayırımız özünün qeyrindaşları bilen numurunu köztüp ötdi. Hem de kızgın alkışlarımız bilen 4. numurluq mayırımızda qeyrindaşı bilen sahneyi takipimiz. Merhamet. Güzellik için muhabbet, bağlısın her kim. Güzellikten kessin yayrab, yüreğim kalbim. Güzellik için muhabbet, bağlısın her kim. Güzellikten kessin yayrab, yüreğim kalbim. Güzellikni yürek gidim suyar her adem. Güzellikke yürek gidin kıyar her adem. Dılga huzur dılga aram güzellik köyler. Suyumlüktür güzellikte bu kâri alem. Güzellik için muhabbet bağlısın her kim. Güzellikte kessin yayra yüreğim kalbim. Güzellik için muhabbet bağlısın her kim. Güzellik kessin yayra yüreğim kalbim.
qarshi olamiz. Xush kelibsiz nava sahnamizga. Qarindishimiz bilan bir tanishib o'tgan bo'lsak. Bu yoq mening bir qo'saq singlim, ismi Maynur, Yakan Noylik Uyg'ur tiborat doktorxonasida ishlaydi. Maynur xon. Xush kelibsiz. Qarindoshlar bosqichda haqiqiy o'zingizning qarindishingiz bilan numar ko'rsatsangiz, baytimiz biz Maynur qizning o'yinga usullaridan endi his qildik. Gerçi kasbiy artist bo'lmasimi, ammo cho'qim yaxshi o'ynashga tirishdi dedik. Mana hozir o'zining amaliy kasbini his qildik, bildik. Doktor ekansiz, shundaymi? O'zingizning endi og'zingizdan akangizga bo'lgan bir ikki kalima yurak so'zingizni anglab boqaylik. Assalomu alaykum, ekran oldidagi qarindoshlarim, tuvan o'ltagan tomoshabinlar va bağlıqçı ustozlar, hammanglarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men 4 numaralı Mayır, Alimca Abdülhamid'in tanrısı, Mayır Abdülhamid bo'lman. Yakan Noylik Uyg'ur tiborat doktorxonasida ishlayman. Hammanglarning mush akamni meni qo'llab berganinglarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Oldi bilan shu jafokash onam dadamga. Dadamning tiniga salomatlik, bundan keyingi kunlarning tamam bo'lishini, onamning bo'lsa bizni boqaman deb nurg'un jafolarni tortdi. Ana, dada, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Aka, sizning mushu ikkinchi bosqichga kirgani akamning eng cho'ng g'alabasi. Akam bilan mening mustahlik chiqqanim ikkimizning eng cho'ng g'alabamiz. Endi baholig'ichi ustozlarimizningki texnik tatbiq bo'lgan mazmunli fikrlarini anglaymiz. Qani, marhamat. Ma ikkinchi qism qarindoshlar bosqichida 150 kelgan mana shuni. Buni Sherali bilan Mavlon aytganmi? Sherali Altekin bilan Istatda Sherali Altekin. To'g'ri, Sherali yolg'iz qaysin bo'ldi shuni. Sherali men bilan bir chiqanda ishlaydi, bir idarada. Bizning keng qarardik, vallah. Meni o'quvchim, men jiqlar so'radim. Yaxshi itlib qo'ygan naqshchi. O'rtaq yangi o'rtaq naqshlarni ko'plab aytdi, muqomnimi? Bir xil azq zamon musiqalari bilan o'rindab anadikin akord chiqarib aytib, xeyli tirishadi. Bizning yashlanishi to'g'ri bir naqshchi. Shuni bir eng yaxshi to'g'ri bir naqshdan birini o'rlab ko'psiz. Rahmat. Sangiz bilan birlikda sangiz bo'lsinlar. Doktordek o'ynaydi ekan. Shunday yaxshi. Chiqinglar shu qarindosh o'g'ashqa sahni shunday qashu. Yaqin, hech qanday tatinish yo'q, shunday yaxshi. Bek hamkorlashsangiz aklingizga bilan siz. Shunday yaxshi o'ynab lik qiladi. Naqshni shunday yaxshi o'rnatgan go'zallikga bu naqshni. Bu naqshni belki cho'mir xillik darajasi bo'lmasmi? O'rnamoqqa har qanday kichik narsani o'rnashga adam bir astoydil qilsa, uni natijasi yaxshi chiqadi. Xil astoydil muomala qilsangiz mana naqsh yaxshi o'rnaladi. Rahmat. Bizning 4 numaralık Mayırımızmı özünün qarindishi bilan numarini ko'rsatib o'tdi. Hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 5 numaralık Mayırımızning qarindishi bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Yarsının şiiri sözünden, sözlerinden örgüley. Çaklığan çolpan gözünden, közlerinden örgüley. Yarsının şiiri sözünden, sözlerinden örgüley. Çaklığan çolpan gözünden, közlerinden örgüley. Yayrım yürgen koçulağa telmürür. Yerde kalgan özlerimden örgüley. Yerde kalgan özlerimden örgüley. Yarı yarım men ey, canım men. Yollarımda varım men ey, her dem medetkarım men. Yağar yüzlerimden aylınay.
bergen pak migrimdin yüreğimdin aylanay Külki yağar yüzlerinden aylanay Bana bergen pak migrimdin yüreğimdin aylanay Mertliğimden alemlerge orun yok Rəqslərgə paqaqrımdın, şu qahrımdın aylanay Rəqslərgə paqaqrımdın, şu qahrımdın aylanay Yarı yarı yarım mən ey, canı canı canım mən Yollarımda barım mən ey, hərdən mədədkarım mən Baharın, mən düzdeki nigarın Özüm sevgi beğında yaşlap durğan çinarın Yarı yarı yarım mən ey, canı canı canım mən Yollarımda barım mən ey, hərdən mədədkarım mən Yollarımda barım mən ey, hərdən mədədkarım mən Nava sahnemizni yana bir qitim qiziqtirdingiz. Qarindishimiz qani bir tunishib olgan bo'lsak. Bu mening singlim Madaniyat san'at maktabini bitirgan, ismi Tomaris. Tomaris usulni bek noiti jalliq. Butun sahnada ish qilib, bek ehtiyot qilib o'yindingiz, ha? As qoldingiz o'rvatgili, ha? Ha, endi naq maydonda o'zingizniki, hadamizga bo'lgan yurak so'zingizni anglab boqayli. Men hadamning tinning salomatlik bo'lishini umid qilman. Birinchi bo'lishni umid qilman. Tegdi. Bo'ladi. Unda bo'lsa bizning bog'liqchi ustozlarimizdan qimmatli bahosini anglab boqayli. Men mushu yaru manay degan mushu naqshni bir qiz o'rlaydi buni bir sahnada. Mening yaqin do'stim Zulhayat o'rnagan. Zulhayat. Men bu naqshni o'sha kasetda ko'rdim o lentada. Kaset lentada nimada ko'rib qoldim. Bu qizni men ko'makga mash qizim-ku. Bu naqshning qurilma shaklisi biraz bunaqa Darvish ansambllari shu Qozog'istondagi Uyg'ur teatrining naqshlarining aytish uslubi, muzikaning qurilishimi ashlarga o'xshab ketdi. İç uslub mushlar o'xshaydi. Zulhayat mash qizning ismi. Baş qizning kaset aytganini ko'rganman. O'z sahnada çok hareketler bilan bu naqshni aytgan. Ajab chiroq naqshgan bu qiz ajab chiroq aytdim. Bugun ham sizni ko'rdim, siz mana sahnada baş qiz o'xshash o'rningizda. Shunday chiroq yaxshi o'rningiz, men qizim shunchalik masashpadi. Chiqqanlar sahnada shunchalik yarashdilar zada. Naqshalarimiz shunday chiroqli to'liq mukammal chiqdi. Bitkar bo'lsin. İkinci basqıçımız qarindoshlar basqıçımı qalbilik oxirlashish oldi turibdi. Qolgan 3 mayirimizni sahnamiz taklif qilgan bo'lsak, rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang va Siyot madaniyat taraqqiyot ishlash sherikati birlikda uyushtirgan Qizilkala vitaminli quvvat ichimligiga aloqa hamkorlashgan yangi nava programmasi. Andiki bilet tashlash, naq maydondagi azizlarimiz sizlarning qo'linglarda. Qaysi mayirning iqtidoriga qoyil bo'lgan bo'lsangiz, lillah, adil qo'lingizdagi bir tal biletni shu mayirimizga tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash başlandı. 5, 4, 3, 2, 1. Neticelerni ko'rsanglar bo'ldi. Keyingi bosqichga qalbilik o'tgan 3 mayirimizni tayyorlab uzatib qo'ygan bo'lsak, tayyorlik qilinglar. Qalimjon, hozirgi hissiyotingizni bir bilib boqaylik. Mening hozirgi hissiyotim bekni yaxshi emas. Men asli bek yaxshi tayyorlik qilgan. Ma'lum sabablar bilan o'zimning tayyorlik qilgan o'zimniki yaxshi nomerlarimni menga hech qilmay qoldim. Bunda bo'lsa, balki bizning televizor ekrani oldidagi ko'rmanlarimiz sizning masallaringiz bo'lsa, bizning programmamizga qisqa uchur yo'llash orqali sizni yana navo sahnamizga qaytarib akasa. Shu vaqt siz yana qayta texmi yaxshi puxta tayyorlik bilan navo sahnamizda yana bir rat chiqsangiz, bo'la.
Bo'ladi. Xo'sh, unda qolsa sizga bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Ya'ni Xinjiang Shahla xalqaro sud cheklik şirkati ta'minlagan bir yurish Shahla markasidagi teri asrash maylari siz uchun qilgan so'g'imiz qabul qilgan bo'lsangiz. Rahmat. Nava sahnasida qatnashgan Mahir Nava sahnasidan ayrilgan bo'lsa hech qisi yo'q. Siz yaxshi ko'rgan Mahirning rad numerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga qisqa uchur yo'llash orqali shu Mahirimizni yana Nava sahnamizga qaytarib akilalaysiz. Bizning qarindoshlar bosqichimizmi g'albilik oxirlashdi. Endi eng oxirgi bosqichimiz haftada bir yulduz. Satarım tavrini zevkli Körükler aldıda çalsam Körükler aldıda çalsam Kalçilip mukam bileney Miskin könlini alsam Muhabbetle kulun bilen yüreğige sada salsam yüreğige sada Kırık gönlüm gülü havluda yer Seni bulbul kılıp Seni bulbul kılıp alsam Gülüş kanıda yer Seni bulbul kılıp Seni bulbul kılıp alsam Satarının navasıga Seherde unup çalsam Seherde unup çalsam Kalçilip mukam bileney Güven yar işkıda Güven yar işkıda çalsam
için vergen verdiler kıyım. Oxirgi bosqichimiz g'alabalik oxirlashdi. Hamdagi damlarda bizniki baholikchi ustozlarimizniki 3 mayirga bo'lgan qimmatlik bahorini anglaymiz. Rahmat. 3 yillik mayirimiz azat zamanını itinse, bu daşının birinci etkisiyle öttük kançı ötkel eşirler öttük kançı ötkeldin açtın ıhravan tizbikmey cüdülladı diye bana yerler var çok buldum. Kayta yaman uzak yaman cık alısınız en adı günçüdür. Asaya hizmet prosesör. Lakin özünüzün maaş şarayeti etken çıkıda azat zamanı mındak ettiniz. Şundaka soruldunuz. Kim o şundaka yaraştı mameli iş kim olsun sen ötürüp öz aldınız. Sizin özünüzün şarayetiga şundaka yaraştınız. Adı manak benim demek çoğunun bunu aşı seviyek apamak hiç kim apamak siz emez, men emez, benim ustazlarımda mı nurgulur u seviyek bağımıdık, apıramıdık. Bunu ki çıkamıdık da mı? Ha beycin meşhur bir küçük bir kız var etkantı o yok gitti. Yani aşı kızım özü işi şul etti. Paşa işanının seviyesine yetmedi. O hissiyatın kandan çıkılan dersi o. Yeni bir dersini tevziye kılmak ben. Biz hazır. Ma 3 günlerimiz ilgarılışıp kettik şu. Nurgun nakışçını orun kılıp ettik. Nek meydanda itigan nakışçılar azap gitip vardı. Ünlü aldığa öyle kirip, ünlü ağandı ki, kompüterde avaz kayga yerini oğuşun oldu ki. Tom avazın inçikin oldu, inçikin tom. Ernekini ayalındaki ergin özgertin oldu hazır. Bırak şehirlerini oğuşaydı. Avaz digen, nime digen isil. O degende soğuk sudu çakıp, tırık lağmanın eşidek açıkıdı. Men tazı etimiz onu. En ahır nehmede etken çaktı, mokkırlı
Aşkarılıdır. Sizlerle emas bütün nava katışıqlar, naqşılar şoğullatqamış yaşadın. Hemmimiz üçün təvizə qılmakı, naq meydanda naqşet üçün çoxunmay çıxılaqlar. Cın bilim degan cın bilim bu. 3 günlük ilgarlışıga bakıp hazır nurgulgan ağzı var adamın hemmisi naqşı olub ketdi. Burun naqşı yama azdı, neçə milyon üçün birisi var, hazır ağzı var adamın hemmisi dedi bu naqşını. Onda çolpanlarımız yamancak, öydün çıkamaydı. Televizyonla çıkıp öydün çıkamaydı. Nemişke öydün çıksa oturuş kılmasa, toydu kılmasa, naqşı talep kılsa iyitamaydı. Hatta toydu mu linti koydu. Talep kılsa toydu mu linti uzatıtma açta kılıdı. Hemmeden de akmak kıldı. 3 gün bile oğuşaydı. Aydan cambı koydu naqşı ben çık. Çoğun çolpan alıp gitti. Çokum nakmeden de yetişimiz gerek. Kündü meşgul kılışımız gerek nakmeden de yetişti. Şunun için tavsiye kıldım. Hemmala birinci bolu hazır. Başta öyle bir sınırlardan kaltır koyduğumuz yok. Lakin bunu nakşı hayatınlarda sizlerdir yaş. Nakmeden deydi. Deyge yakşı itanmağla. Lakin nakmeden yakşı yetişmeye çıkılan. Şu atı tutuşuklar. Ahmet yer olsun söyledi. Qurbanlı Sabarat. Həmmimizə tanışlıq bolğan bizning ataqlı naqşçılarımızdan Nurnisa Abbas orunlagan bu naqşını, ha? Nədi muhabbət namlıq naqşını ixtiyari ular bilan təmbirni birləşdirib, yeniçi bir xil şəkil bilan etdiniz. Meningcə siz bugun naq maydonda naytimi yaxshi kamolat yetkizdingiz deb o'ylayman. Bo'lib man naqshidagi muzikalik hissiyat, nafaslarni kontrol qilish bu jihatlarda xilila seviyelik qilib pishqan naqsh ekansiz. Afrin, amal qilayman. Sizmi naqshini haqiqatan yaxshi aytdingiz. Biroq diqqat qilgan bir yerlar borda, ammo tekstida bir necha xatolik ketdi. Shundaqmi? İkinci kupletning g'arib ko'nglim Gulistoniga degandiki g'arib tashlanib ketdi bu so'z. Anandikin İkinci mısrasında bakın şu ikinci kupletninki. Yüreğiga sada salsam. Sada. Baya sata degandek anlandı. Naqshini yaxshi aytdingiz. Ovozing'iz oldingi naqshlarga qaraganda yaxshi. Lekin bu tekstni ifodalashda bir necha yerda xato ketdi. Tekstni intayin muhim o'rin egallaydi emas, mush tarafga diqqat qilsangiz bo'ldi. Bundan keyin hammanglarga omad yor bo'lsin. Endi bizning bugungi son programmamizga bir qism shirkat mas'ullarini alayda qadam tashrif qildi. Numaralar kesanlar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Bizning bu haftalik yulduzimiz 5-numurlik mayrimiz. 5-numurlik mayrimizdan bu haftalik yulduz bo'ldi deb paras qilgan tomoshabinimiz sizga Yo'lliq xalqaro so'z chekish shirkati ta'minlagan Yo'lliq markasidagi ko'nglik. Biz uchun ko'ngil so'g'imiz qabul qilgan bo'lsangiz. Bizning haftalik yulduzimiz Qurbanisa Baratqa bizning ko'ngil so'g'imiz va u bo'lsa Xinjiang Taytay xalqaro so'z chekish shirkati ta'minlagan Taytay markasidagi kollagenlik peptid. Bizning munavvar mayrlarimizga ko'ngil so'g'imiz va Xinjiang Shahla xalqaro so'z chekish shirkati ta'minlagan Shahla markasidagi bir yurish teri asrash maylari. Muborak bo'lsin. Biz mush munosabat bilan navbatdagi o'rinlarga alayda rahmatimizni aytamiz. Unda bo'lsa biz haftalik yulduzimizga, shundaqla munavvar mayrlarimizga, bog'liqchi ustozlarimizni mukofot bo'yin taqib berish taklif qilamiz. Marhamat.